Aka telefon ustachilik ko'rasizmi? Qarang, qarang. Qarang. Yo'qolmadi, yana bitta. Tayyor qo'yguncha ekan. Demayapti aka cho'kka. O, malade. Menga juda ham ko'pchilik shu videoda tashlayapti. Hozir iPhone ekranida realni test qilib ko'ramiz. O'xshaydimi yo'qmi? Ko'ramiz. Ketdik. Bu moslama xuddi jajgalga singari 5 volt tok chiqaradi. Qani boshladik. iPhone ekrani hamda Esparte modellarini aslida palasasini yo'qotish uchun alohida qurilma, ya'ni uskuna kerak bo'ladi. Videoda esa Samsung Apartasini test qilishgan. Apartada yashash telefon o'rnatishimiz kerak bo'ladi, lekin ko'rib turibsizlar, hech qanday natija yo'q. Hozir ekran kuyib qolishi ham mumkin. Tepadagi videoda nimaga ishladi deb savol bersanglar, xo'p. Shlefda har bitta liniyasida piksellarga boruvchi toklar bor. U holatda tok berganda aynan o'sha liniya orqali tok o'tib qolgan, shu sababdan временный holatda ko'rsatgan. Palasaga asosiy sabablar telefon suvga tushishi va qo'ldan tushishi sabab bo'ladi. Uyda unaqa holat takrorlab yurmanglar, telefonni bir yo'la ayrilib qolishingiz mumkin. Bu videoda ekranning oynasida sanig'i bor va chizig'i bor dotsilarga yuborib qo'yinglar, olib kelsa o'zimiz yangidek qilib beramiz.